Assalomu alaykum hammaga. Demak, bugun Anvar degan bolani, ya'ni meni yugurishni boshlaganini 1 oyu 1 kuni, 1 oy va 1 kun o'tdi. Kunlar bo'ldi, har kuni tinmasdan yugurdik, marafonga tayyorlandik. Kunlar bo'ldi, dangasalik qilib chiqolmadik. Xo'sh, 1 oyda qilgan xulosam juda qiziq bo'ldi. Yugurish kuni juda katta narsa men o'zimda his qilganim bu kayfiyatga bog'liq ekan. Yomon kunlarim tezroq yugurardim, yaxshi kunlarim uncha emas. Lekin baribir ko'p insonga quvvat beradigan narsa sezganim bu qo'shiq bo'ldi. Qo'shiqning endi rus tilida temp deyiladi. O'zbek tilida bilmayman. O'sha narsasi qancha tez bo'lsa, odam shuncha tezroq yugurarkan. Lekin bu ham masofa, vaziyat va qo'yilgan natijaga bog'liq. Agar ko'p katta masofa bo'lsa, siz katta tempdagi qo'shiq bilan aniq uzoq yugura olmaysiz, chunki tanani o'ziga yarasha resursi bor va bu tez tugaydi. Xo'p, nima uchun bu video olindi? Xulosa, 1 oylik xulosa shundaki, shu kayfiyatga qarab chiqib yuraver. Shunday. Kimdir boshlolmaydi menga o'xshab 4 yildan beri, kimdir boshlasa qanaqa qilishni bilmaydi, kimdir esa unday qaraydi, bu moshenik ekan deydi. Shunday, xulosa shu. Hammaga omad, a'lo kayfiyat.